Assalomu alaykum. Bu men John Hacker. Bu mening ikkinchi video. Bu videoda sizlarga ko'rsatib o'tadigan programmam voydot.net. Qanaqa fleshkadan, jostki diskdan dolit bo'lib ketgan narsalarni восстановить qilib olish, qaytarib olish. Bunda bizga kerak bo'ladi RStudio degan programma. Mana shu programma. Bu programmani skachat qilib olishni men videomni tagiga qoldiraman. Opsiyanada bir marta bosib mana shu oyna ochiladi. Bu oynadan через torrent programma orqali skachat qilib olishingiz mumkin. Demak, boshladik. Menda уже skachat qilingan, ustanovka ham qilib bo'lingan. Men sinab ko'rganman bu programmani. Shu uchun men boshqatdan ustanovka qilaman. Skachat qilganlaringda sizlarga ikkita papka men bu faylni ochadi. Buni birinchi papkasiga kiramiz. Boshqatdan ustanovka qilib ko'rsataman. Marta bosib Ruskiga qo'yib OK qilamiz. Dalее соглашаться qilamiz. Dalее я прочитал. Далее установка ketyapti programmani. Uстановка qildi. Bu belgichaga tegmaymiz. Sizlar menda uстановка qilingan sababli men kodni уже terganman. Sizlarda kod so'rasa, mana bu key deb yozilgan papkaga kiramiz. Bloknotga. Mana bu tepada turgani polni kopirovat qilib olamiz. Polni kopirovat qilib olamiz. Pastdagini emas, tepadagini. Polni kopirovat qilib olganimizdan so'ng buni kod so'raydi. O'sha kod so'ragan joyga tashlaymiz. Imya и organizatsiya degan joyga любой so'zni yozib OK qilsa, bizga mana programmani oynasini ochadi. Bu programmani oynasini ochgandan so'ng mouse sizlarga fleshkani unda format qilib qaytarib ko'rsataman. Восстановить qilib. Hozir men fleshkani uladim. Mana bu fleshka, buni ichida MP3 bor. 99 ta MP3 bor. Hozir buni format beramiz. Format qilib mana voydot.net format bo'ldi. Fleshka mana ko'rishlaringlar mumkin. Fleshka pustoy. Fleshka polni pustoy. voydot.net taqdim etadi. Bu programmani yopib qaytib ochamiz. Chunki fleshkani programmani ochgandan keyin fleshkani men uladim. Shu uchun programma qayerda ketdi?
Mana bu programma. Mana bu flashka. Bu mana format bo'lgan flashka. Buni birinchi nima qilamiz? Buni birinchi flashkaga bir marta bosib skanirovat qilamiz. Skanirovat. Bitta hech narsada tegmaymiz, o'zgartirish kiritmay skanirovat qilamiz. Skanirovat qilyapti flashkani. Mana bu yerda foiz ketyapti. Bu 100% bo'lgandan keyin skaner qiladi. Men sizlarni vaqtinglarni olmaslik uchun pauza berib turaman. 100 bo'lgandan keyin dalshi videomiz davom etadi. Mana почти 100% bo'laydi-da. Men bu programmani xarakteristikasini o'qib chiqdim. Bu programma почти 99% восстановить qilib berar ekan. Men bir marta sinab ko'rganman bu programmani. Endi yana bir marta sizlar oldinglarda sinab ko'ramiz. Agar video yoqsa kommentariyalarni kutib qolamiz. Like bosishni unutmanglar. Bu mana ikkinchi video. Savol va takliflarni kutib qolamiz. Kanalimga podpiska qilinglar. Kanalni umrini uzaytiringlar. Qo'ldan kelgancha video qilib borishga harakat qilaman. Son 8% bo'ldi. Mana skaner qilib bo'ldi. Endi biz degan joyga kiramiz. Bo'lmas. Mana flashkamdan oldin ham udalit bo'lgan narsalarni qaytarib Voydot.net birinchi sifatli. Mana programmalar bor edi. Voydot.net taqdim etadi. Muzika. Biz faqat muzikani vastanavit qilib ko'ramiz. Chunki MP3 agarda полный восстановить qilaman desanglar, bu yerda ekstra degan joyga kirsanglar, bu yerda tanlab masalan kimgadir audio mp3lar kerak bo'lsa, восстановить qilish kerak bo'lsa, mana bu yerda mana mp3larni bemalol восстановить qilishinglar mumkin. Eli polni kerak bo'lsa,
полностью вибрат qilamiz. И восстановить bir marta bosamiz. Bitta qatta tashiydi, popka so'raydi. Rабочий stolga ko'chamiz. Popkasi bilan восстановить qilaymi deyapti. Unda to'liq восстановить qilmaydi. Shuni ochiq восстановить qilishni so'rasanglar, восстановить qilishni boshlaydi. ta element qaytaryapti. Qani ko'ramiz. Qaytarayotgan narsani ko'raylik. Bitta bosam MP3 lar qaytaryapti. Tamam, oldingi programmalarimni ham qaytaryapti. Faqat hozirgi emas, oldingilarni ham qaytaryapti. Bu yo'q, уже programma qaytaryapti. Mana qo'shiq. Oxiriga qaytaryapti. Qo'shiqlar. Birinchi sifatli. Formatlagan qo'shiqlarimiz. Voydot.net taqdim etadi. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Восстановить qilganlardan. Bo'ldi hozircha. Tak, endi mana shu yerda audioni o'zini video qanaqa bor ekan, video bor ekan. Tak, mana shu yerdan audioni topamiz. Mana audio. Faqat format X bosib, mana bu yerdan amma audio. Amma MP3 lar. Audioga bir marta bosib, восстановить bosamiz. Bitta popka so'raydi, popka bo'ya qaytargan fayllarni faqat udalib turamiz. Bir gigabayt bo'lsa qaytaribdi. Menda o'zi 500 megabaytlik qo'shiq udalib qo'ygan edi. Ba'zi mana faqat MP3 larni oxiriga qaytaryapti. Ko'rayotganinglardek bemalol bundan foydalanishingiz mumkin.
Mana. Bemalol mana shunaqa qilib orqaga qaytarishinglar mumkin, o'zinglarning o'chib ketgan narsalaringni. Mana bitta ham muzika bor ekan. Bitta rasm. Mana shunaqa qilib bemalol qaytarishinglar mumkin. Bugun ko'rsatib o'tadigan programma mana shunday edi. Menimcha yordamim tegdi degan umiddaman. Mani kanalimga podpiska qilinglar. Savol va taklifinglar qolaman kommentariyaga. Videoni ko'ringlar. Yoqsa like bosishni unutmanglar. Shu bugungi videomizdan maqsad ozgina yordamim tekkan bo'lsa xursandman. Bo'pti, sog' bo'linglar, ko'rishguncha.